Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana Samquyon meni fermamizdan bir oy oldin obzor qilib bergandim. Mana bir oydan keyin yana bitta video qilishga qaror qildim. Bir oyda bo'lgan voqealar, o'zgargan holatlar, qaysi quyonlarimiz sotilgan, qaysi quyonlarimiz ko'payapti. Shular haqida aytib ketaman. Xo'p, bir boshdan boshlasak, bu katagimizda quyon yo'q edi. Mana Makfi samkachamiz bor edi. U yoqdagi katada turgandi. Shu qafasimizga o'tkazdik. Makfi fransuskiy baran samkachamiz. Xo'p. Bu yerda shu samkani onasi va ukalari, undan keyingi partiyadagi quyonchalar, bulardan 8 ta edi. 5 tasi sotildi, 2 tasi Farg'onaga, 3 tasi Toshkentga Otabek akamizga sotildi. Hozir mana 3 ta qolgan. Bularni o'zimizga olib qo'yganmiz. Bittasi bron qilingan, bittasi sotiladi, 2 tasi qoladi o'zimizga. Har partiyadan quyon olib qolaman. Bu partiyasidan ham 2 tasini olib qolganman. Bittasi bron qilingan. Egasi boqib bersin, onasi sutga to'ysin degan uchun olib qo'yibman. Xo'p, bu yerda Flandr samkamiz, har doimgidek o'sha joyda Flandr samkamiz ham. Buni yaqinda qo'shishga tayyorlayapmiz. Bir qo'shib ko'rgandik, menimcha qochmaganga o'xshayapti. Yana bir 10 kunlardan keyin ko'ramiz. Xo'p. O'sha Flandr samkamiz. Bunisi yashiklarimizda bo'sha gibrid, pastdagi gibridlarni bittasini bu yerga ajratdik. Bu yerda samkamiz bor edi, karlik samkamiz. Uni bu yoqqa ko'chirganmiz, uni alohida ko'rsataman. Bu yerda karlik samkamiz bor edi, buni qo'yganmiz, gibrid. Bu ham bu samest. Bu yerda Rion akraslik samischamiz bor edi, 1 yoshlik. Shu samischani o'rniga buni qo'ydik. Katta yashigimizdagi katagimizda turgandi. Uni sotdik, samischamizni o'zimizga Samarqandga sotildi. Xo'p, Samquyon meni fermamizdan bu nima deydi, nasl olish uchun samischamiz. Hali yosh, 7 oylikdan o'tdi, 7 oylik bo'lib qoldi. Mana bu o'zimizning boyagi mashhur samestimiz. Bu hozirgi vaqtda bundan zot olyapmiz. Bundan bolalari chiqqan, sotuvda bolalari ham bor. Bolalarini ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda o'sha o'z joyida Flandr samestimiz. Ildor akadan kelgan, Samarqand Ishtixon Ildor akadan kelgan samestimiz. Xonagatak tozalikka biroz vaqt bo'lmadi. Shunga hozirroq videoni qilib bo'lib, keyin tozalayman degan maqsadda video qilyapman. Bu fransuskiy baran samestimiz. Buni bir oydan beri biroz bitta oyog'i og'riyapti. Ikkita oyog'ida ham padrematit bo'lgandi. Padrematitini davoladik. Lekin oyog'ida qanaydir asorat qolgan, bir oyog'i juda qattiq og'riyapti, lekin oziqlanish har doimgidek endi og'riq azob berganini hisoblamasa, og'riq azob beryapti quyonchamizga. Kimda qanaydir taklif bo'lsa, kutaman kommentariyada. Mana bitta oyog'ini ko'taryapti. Oyog'ini bosmayapti. Juda qattiq og'riq bor oyog'ida, o'ng oyog'ida. Qanaydir kimdadir fikri bo'lsa, quyonchilar ko'rayotgan bo'lsa, kommentda fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'rayman. Xo'p, fransuskiy baran samestimiz. Bundan zot olganmiz. Boya yuqorida bolachalar ham shu samestni bolalari. Yuqoridagi samka ham shuniki. Bu yerda ikkita yatagimiz bo'sh edi oldin. Hozir bu yerga 2,5 oylik samka, 2,5 oylik samka, mana bu yerda ham bo'sh edi 2,5 oylik samka. Bu yerda bitta quyonchamiz bor edi, sameschamiz. Uni yoqqa oldik. Mana
Bular almazniy glas. Almazniy glas quyonchalarimiz. Bu yerda ham bitta samkachamiz. Mana. Bular hammasi 2 oylik samkalar. Bular nasl olish uchun olib qo'yganman. Bu yerda ham bu ham samka. Mana bu yerda u yoqdagi Rion akraslik samkachamizni mana bolalari 3 ta bolachasini katta qilyapti. 5 ta bolacha bor edi. Mana 3 ta bolachasi. 5 ta bolachasi bor edi. 7 ta bolachasi bor edi. 5 tasini, 4 tasini yaxshi qarolmadi. O'sha tug'ilgan vaqtida yo'qotib qo'ydik. Hozirgi vaqtda eng muhim narsa, eng muhim jarayonlar mana bu ikkita samkamni tug'ishi bo'lyapti. Bunisi samkam o'zi bolaladi, bunisi samkacham bolaladi. Karlik baran, almaz glas bolalagan. Hozir bularni ko'rsata olmayman. Mana shu yerdan ko'rinmas, ko'rinyapti. Bunisi bolalashga tayyorlanyapti. Bunisi samkachamiz. Bunga mayli bezovta qilmaymiz, xalaqit bermaymiz. Bu yer oxirgi quyonlarimizni ko'rsataman. Mana bular karlik baranchalar. U yuqorida turgan 2 oylik baranchalarning sheriklari, faqat boshqa onani bolalari. Agar olaman deganga bulardan shu to'rtalasi sotuvda, ikkita samest, ikkita samka, qoni boshqa-boshqa, ikkita samest boshqa onani bolasi, ikkita samka boshqa onani bolasi. Qoni boshqa-boshqa. Bittasi mana shu qulog'i yaxshi taylamayapti-da. Xo'p, bu yerda 2,5 oylik ikkita samka, ikkita samest. Kimga qiziq bo'lsa, olaman degan bo'lsa, sotiladigan quyonlar bormi? Bular dekorativniy podarishniy quyonlar. Bular 2 kilogacha vaznda bo'ladi, 2 kilodan oshmaydi. Ya semirib ketsa 2 kilo 100, 2 kilo 200 gacha bo'lgan holatlari bo'lgan. 1 kilo 800, 2 kilo vaznda karlik almazniy glas baranchalar. Bular sotuvda. Quyonxonamizda yangiliklar shu hozircha. Yangiliklar shu. Bu yerda bitta nogironimiz bor. U nogironni endi asrab o'tirishda hojati yo'q. Keyin shuni ham ko'rsatib ketay. Bu nogironimiz oyog'i qiyshiq bo'lib katta bo'lib qoldi. Yoshligida yaxshi edi. Endi buni boshqa iloji yo'q, suyib yuboramiz. Bu ham karlik. Hop. Hozirgi holati shu. O'zgarishlar unchalik katta emas, faqatgina eng kattasi ko'pchilik quyonlar sotildi. O'rniga mana yangi dunyoga kelgan quyonchalar bor. Xo'p. Kimga qiziq bo'lsa, kimga karlik baran quyonchalarimizdan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Bemalol kommentariyada Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizni video oxirida yozib qo'yaman. Samquyon degan gruppamiz bor Telegramda. Shu gruppamizga kirsalaringiz, shu quyonchalarni topib olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat kuzatganlaringiz uchun. Va yana bitta quyonchamiz qolib ketdi. Uzr, yana bitta quyonchamiz qolib ketdi. Bu gibrid. Mana gibrid quyonimiz. Bu yerda bular 3 ta edi. Hozirgi vaqtda 2 ta qolgan. Tepada bitta, past u yoqda boya bitta ko'rganimiz, keyin bu. Bu samest gibrid quyonlarimiz. Bu ham katta bo'lib qoldi. Hozirgi vaqtda 4 kilodan oshiq vesda. Yaxshi, o'zgarishlar yaxshi hozircha. Quyonlarda vaksinalar, sug'orish ishlar, emlashlar hammasi qilindi. Xo'p. Hozirgi holat shunaqa. Hammaga rahmat. Quyonxonamizni kuzatishda davom etinglar. Bularga yana bir narsa sharoit oldingi safar aytmagandim. Muzika. Bularga qo'shib qo'yib beraman. Mana kolonkalarimiz turibdi. Bu kolonkamiz. Bu qo'shimcha kolonkacha.
Bu yerga elektr kelgan. Xo'p, bularga qo'shib qo'yib beraman. Bu kolonkamiz mana bu yerda turadi. Xo'p, mana shu kolonka qo'yiladi. Muzika qo'yib qo'yaman bularga. Nervlarini uspokoyishsa, o'sha asablarni tinchlantiradi, quyonlarni. Ko'pincha mana shu karlik quyonlarimda asabiylashish ko'p bo'lyapti. Bilmadim nimadan stressga tushadi dagin, shunday sitkalarni tindalaydi, eshiklarni tindalaydi, karmoshkalarni tindalab, yon atrofdagi sitka, orqasidagi tunukalarni tindalab, shularni tindalaydigan vaqtda shu muzikalarni qo'ysam, katta tinchlanadi. Ular ham o'rganib qolgan anchagina. Xo'p, hozirgi holat shunaqa. Samquyon meni fermamizda. Fermamizni kuzatishda, videolarni kuzatishda davom etinglar. Endi hozirgi vaqtda quyonlarimiz soni kam, zotlar turi kamligi uchun bir oyda bir marta video obzor qilib beraman. Qo'ldan kelguncha ora-jarada yana ozroq kichkina videolar qilishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya, obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha belgisini bosib, visi yozuviga qo'ng'iroqchaga bosib qo'ysalaringiz, hamma eng birinchi qo'yadigan videolarimni eng birinchi bo'lib sizlarga o'sha YouTube kanalida birinchi bo'lib yetib boradi. Boshqa odamlarga qaraganda sizlarga birinchi yetib boradi. Xo'p, hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum, qadrli Samquyon gruppasi a'zolari, quyon ishqibozlari. Bugun mana Qo'qonga 4 ta samkamiz baraka bo'ldi. 5 oylik 2 ta, 8 oylik 2 ta samkamiz baraka bo'ldi. Qo'qonlik bir akamizga. Bugungi sanamiz 16 fevral. Chiqarib oryapmiz baraka bo'lganda. Alloh barakasini bersin. Mana Samquyon mini fermasidan Vodiy Qo'qonga Almazning klas samkalarimiz yetib keldi. O'zimga ham sotganga ham barakasini bersin. 4 ta samka. Samquyon fermasidan Sames katta Qo'qonga keldi. Alloh barakasini bersin. Assalomu alaykum hammaga. Mana Samquyon mini fermamizdan 3 ta fransuskiy baran bolalari, bitta sames, 2 ta samka. Toshkentga Otabek akamizga baraka bo'ldi. 3 ta quyonchamiz. Alloh barakasini bersin. Samquyon mini fermasidan Toshkentga Otabek akamizga baraka bo'ldi. Mana Toshkentga Samarqanddan Samquyon mini fermasidan Sindor ukamizdan Toshkentga yetib keldi. Alloh barakasini bersin, xayrli qilsin. 40 kunlik makfi vesovoy fransuz barallar. Hammasi to'polonchi. Sindor rahmat. Yaxshiligiga boqinglar. Siz ham quyonlaringiz o'z-o'z ko'paysin. Qorasi samka, samet.
bunisi samka. Mana ketib turgan Makfi ham samka. Assalomu alaykum. Mana Samquyon meni firmamizdan Farg'ona Murodjon akamizga Farg'onaga fransuskiy baran Makfi bollari, bitta samka, bitta sames. Baraka bo'ldi. Alloh barakasini bersin.